Jaydari shakarpalak ta'mini biladigan biladi. Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, bog'bon akalar, yaxshimisizlar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Qovun bozoridamiz. Chet eldagi akalar jaydari shakarpalak nima deyapti? So'rganingizda tars aytadi. Sizlar uchun bugun yeb ko'ryapmiz. Buni yebaq 269 dan bas kelyapti. Yoshlik esiga tushyapti. Qovun peykelda mas. Tusacha yugurib yurgan peytlarida qolasa. Bitta like bosib qo'ying, qizg'anch chiqmasizlar. Like bosib kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasiz. Bugun bozor talash, bugun qovun umuman qolmadi. Sababi odam ko'payib ketdi sizlarning padishlaring bilan, xudo xolasa. Qaytgancha şey like bosib, kommentariyada fikr qoldirib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Gektar qovun ekkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Jaydari shakarpalak xudo xolasa mana bundaqa bo'ladi, mana bundaqa. Mana ko'ryapsizlarmi? Oltinga o'xshab tovlanyapti. Novvat misli. Xudo xolasa. Mabodo shunaqa qovunlaring bo'lsa gektar, mana shu Namangan viloyati Mingbuloq tumani bozoriga kelib, tezda sotishlaring mumkin bo'ladi. Mabodo olmoqchi bo'lsalaring, tovarni qovun bizni bozorga bemalol tashrif buyurib olishlaring mumkin bo'ladi. Rahmat videoni oxirigacha ko'rasizlar. Birdan narxlarni tanishtirib o'tganmiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli hojata hojonalar, dehqon akalar, charchamayapsizlarmi? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Qovun bozoridamiz, xudo xolasa. Bugun ham mana bugun furalar kelibdi, xudo xolasa, ko'rib turibsizlar. Qovunlar o'chirtdi. Bu bozorda mana kiraverishda tarozi bor, tarozidan o'tkazilib, xudo xolasa bo'ldi. Furalarda qovun bosilib, xudo xolasa, qayerga ketib turganini bilamiz hozir, qancha narxdan olinganini. Ko'rib turibsizlar. Qovunni eng saralarini tanlashgan. Xudo xolasa. Nech pulga ketdi? 3300 dan ketdi, xudo xolasa. 1 kilogramm 3300 dan ketibdi. Qovunni sarasini bozorda tanlab olishdi. Mana, xudo xolasa. Qayerga ketyapti-ku? Hoy! Ha? Xudo xolasa, qovunlar Qirg'izistonga o'tib ketyapti ekan. Mana, hormanglar. Hop. Domla ormang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lingiz yaxshimi? Sog'lingiz yaxshimi? Qanchadan ketdi bugun? 3,5 mingdan ketdi. Ey, gap yo'q. Juda zo'r. 3,5 ming so'mdan. Ey, yashang aeroport, xudo xolasa. Xo'p, bu tomonda ham aeroport. Xudo xolasa. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yana tepasiga. O, Boran boy, nimaga? Yaxshimisiz? Ana. Tepasiga glavniga yana meni Ana. Bil oldinda ekansiz. Furanchida turibsiz. O'tgan yil lavoda edingiz. Bildan kim bilmayman, Elon Musk. Qotar bizniki. Elon Musk raketasida turasizmi bilmayman. Aytganingiz kelaversin. Xudo xolasa qanchadan bo'lyapti? 3700 so'm bo'ldi. Qancha? 3700 so'm. 3700. Xudo xolasa 3,5 ming, 3300, 3700 gacha aeroport. Polni aeroport olinibdi bugun ya. Aralashmi? Aralash, ha? Damiri sariq qo'y. Gap yo'q. Bozorlaringni bersin. Hop. Ha. Xudo xolasa akalar, ko'rib turibsizlar. Imkoniyat darajada, misolchi mabodo Qirg'izistonga qovun olib o'tmoqchi bo'lsalaring yoki klientlaring bo'ladigan bo'lsa, bizni bozorga tashrif buyuringlar. Naqadar nafaqat Qirg'iziston, balkim boshqa davlatlar o'tgan yili Erondan ham chiqqan va boshqa nimalardan ham chiqqan. Xudo xolasa, davlatlardan ham chiqqan. Birinchi boshlanish Qirg'izistondan boshlanadi. Qirg'izistonlik akalar like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hozir narxlar juda qulay. Narxlarda mana shu joydan ketyapti sizlarga toza sviji qovunlar. Xo'p, qani ketdik bozorga. Endi bozorga borib, bozorning ichidagi narx-navoni olishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Ketdik. Hurmatli akalar, fura tushgan hozir. Xo'p, qovunlar shu joyda kilogramdan o'tkazilyapti. Mana shu joyda. Xudo xolasa, mana shu joy tarozi. Har bir qovunlar tizimsiz ko'tiladi. Furaga kirib ketyapti. Xudo xolasa, nech puldan ketdi? Tekin qancha?
Narxini ham bilmas ekan, lekin furg'ab kiryapti bular. Bo'laveradi. Mana shopir o'zi. Xo'p. Xudo xolasa tarozidan o'tkazilyapti va mana shu qatordagilar polni sotilgan qovunlar. Nech puldan ketdi? Qanchadan ketdi? Do'ngacha oldik ekan. Qancha? 18. 1.800.000 mingga do'ngacha ketibdi. Mana qanaqa qovunida? Toshkent ko'kcha. Toshkent ko'kcha. Ko'kcha ham chiqishni boshlabdi bizda. Xo'p, tarvuz nech puldan ketdi? 2000dan ketdi. 2000 so'mdan. Ha, tarvuz 2000 so'mdan ketibdi 1 kilogrammi. 1.5 ming 1800 edi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qovun nech puldan ketdi? Ha? 3000 so'mdan. Aralash. Aralash shakarpalak ishaning, xudo xolasa 3000 so'mdan ketibdi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Charchamayapsizmi? Kelyapti. Lekin yashang. Nech puldan ketdi? Dehqon kim? Orqadagilar. O. Xolasa, qanchadan ketdi? Bilmayman, egasini bilmaslar. Qanchadan ketdi? 3000 so'mdan. Xudo xolasa 3000 so'mdan ketibdi. Juda zo'r. Hurmatli akalar, bundan buyog'iga bozorga kirib ketaveramiz. Boshlanishini tarvuzlardan xudo xolasa olishga harakat qilamiz. Imkoniyat darajada. Shu joygacha ko'rmagan bo'lsalaring, like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa biz sizlarga kunora yoki kun davomiyligida videoroliklar chiqarib borishga harakat qilaveramiz. Ketdik bozor ichiga. Xudo xolasa tarvuzlar. Ko'rib turibsizlar, egalari yo'q. Egalari borida olishga harakat qilamiz. Nech pul ekan? 1800 so'm. 1800. Bozor qancha qilyapti? 15. Xudo xolasa 1.5 so'm narx aytilyapti ekan. Bozorimiz narxi. Men shu narsani aytmoqchi edim-da. Charchamayapsizmi? 1800 so'm narx aytilyapti, bozorga 1.5 mingga berilmayapti, xudo xolasa. Ko'pmi bundan? Aka bor. Haykal cheksiz. Telefon raqamlaring? 95lik 492 0091. Xudo xolasa ko'pchilik bu bozorda tarvuz bo'lmaydi, mana tarvuz bor, lekin juda ham tez ketadi. Keladi, qars sotiladi, xudo xolasa. Kimlar ekan tarvuz? Mana bu aka. Sizdanmi? Nech pul? 1600. Bozor qancha qilyapti? 1300 qilyapti. Berganlari yo'q ekan, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Xudo xolasa tarvuz narxlari ham ancha tushib qoldi. Bugun qovun trendda, kechadan bugundan. Xudo xolasa. Xo'p. Bilolus. Telefon raqamingiz? Oxiri. O'sha tugabdi akalar, xudo xolasa. Reklama qilib bersa ularga. Bo'laveradi. Ha. Haykaldan reklama qilib. Hurmatli akalar, tarvuzlardan qovunlarga o'tdik, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Sotildimi? Sotildi. Nech puldan? 2800. 2800 so'mdan sotilibdi aeroport, xudo xolasa. Pishgan. Mana qovunni qaranglar, novodga o'xshab yaltirab yotibdi. Xudo xolasa bozoringiz bersin. Hurmatli akalar, bugungi holatni ko'rib turibsizlar. Agar mabodo bizni kuzatib turgan bo'lsalaring, shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, like bosib qo'yasizlar. Bozor bugun juda ham nima deydi, chaqqon, dehqonni davri keldi, bo'lmaydi. Sababi qovun talash. Xudo xolasa, qayga borsam mana sotilgan bo'lyapti, xudo xolasa. Mana bu yerda ham qovun sotilibdi, xudo xolasa. Nech puldan ketdi? 2800 so'mdan. Mana sotil. Ha, betingda narsang bor ekan, o? Bijir qo'yaveraver ekanman, sen o'zi betingda narsang bor ekan. Nech puldan ketdi? 2800 dan. Xudo xolasa 2800 so'mdan mana akalarimiz xudo xolasa olishdi. Hey, yashang, bozoringizni bersin. Xo'p. Shu Kelaverasizlar. xudo xolasa. Xo'p, akalar. Qayerga borsam qovun sotilyapti, ko'rib turibsizlar, bugun bozor yuryapti. Mabodo qovun ekkan bo'lsalaring, xo'p, qimmatroq narxda tezroq sotmoqchi bo'lsalaring, Namangan viloyati Jamashuy Mingbuloq qovun bozoriga kelib sotsalaring ham bo'laveradi, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar. Gap eshitib turing, rahmatilla. Bu qovunni men sotib bersam, bittasiga 2000 dan gap eshitib turing. Ha, keldi. Ey, 2000 dan men sotib bersam,
Ana. Tarchuga aralashmaymiz. Xudo xolasa sotilib. Nech puldan ketdi? 2700 so'mdan 1 kilogrammi ketdi mana. Aeroport. Xudo xolasa zo'r. Xo'p, qovun nech pul? 5000 kam. 5000 kam. Bozor qancha qildi? 3300 qildi. Ko'pmi? Bor aka. Gektar. Telefon raqamingizni aytib bering. 90 90'lik 927 Keling aka. ha? Buni aka. 1255 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Kimga murojaat qilishadi? Temur Ali Dehqon aka. Temur Ali Dehqon akamiz Xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, hurmatli akalar, Bilolus. Hurmatli akalar, asta sekinlik bilan assalomu alaykum. Qovun nech pul ekan? Wow, mashalloh. Qovunni qaranglar. 5000 kam bor. Bozor qancha qilyapti? Bozor 32 qilishda berishga yo'q. 3200 ga berilmaydigan qovun ekan. Tamom qovunni qaranglar. Mashalloh. Bunaqa qovun o'zi kamdan kam chiqadi. Endi chiqishni boshladi, yiriklari Xudo xolasa. Endi chiqishdi. O'tach ko'rinib turibdi. Chet eldagi akalar nima deysizlar? Hidi bor-ku, Damazdan shuni uryapti baqa qaram. Xo'p. Ko'pmi aka bundan? Ko'p. Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqamni hozir egalarinikini beraman. Egalarining nomerlarini bersangiz, Xudo xolasa paykaldan ham olib ketadiganlar bor-da. 95lik. 95lik 575 575 1150. 1150 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa shunaqa sveji va chiroyli tovarni qovunlar Xudo xolasa. Ismlari kim ekani? Rahmatulloh. Rahmatilla akaga telefon qilaverasizlar. Va rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, nima bo'lyapti bu yerda? Shovqin, odam to'planib qolibdi. Ha, bersa boqib Ha. Bozorda shu bilan qiz. Ana. Xudo xolasa. Mayli. Ketdik bozor ichiga. O'sha bozordan chiqqanimcha qovun tugaydi shekilli bu turishda. Soat 9 bo'lmasdan, ertalabki 5:30-6 da bozor ochilyapti. 9 bo'lmasdan tugayapti bozor. Xudo xolasa. Hali kelganimda mana shu to'la edi, mana ko'rib turibsizlar o'zi. Saralangan. 5-6 ta nima qo'yapti. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchamay. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 2,5 kam bor ya. 2,5 kam bor. Bozor qancha qildi? Bozor 2600 ga bermaydi. 2600 ga bermabdilar, bermaydilar-da. Chunki buni ko'ryapsizlarmi? Mana naqd 3,5 Ana. vaqt qo'ydim. Shakar-ku shakar. Xudo xolasa. Xo'p, telefon raqamingiz aka? Aytvarim. 99lik 534 2671 raqamlariga telefon qilaverasiz. Ismingiz? Sa'dullaga telefon qilaverasizlar Xudo xolasa. 7 ga 24. Ha, 7 ga 24 Xudo xolasa paykaldi o'zida. Xudo xolasa. Gap beramiz mijozga. Gap yo'q, bozorlaringni bersin. Xo'p, hurmatli akalar. Vo, qandaydir boshqacha qovun kelib qopti akalar. Nega? Buni Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qanaqa qovun bu? Bu bosib oldi bu. Bosib oldi. Bu chig'anoqda ko'p bo'lardi, bu bosib oldi. Endi qolganlar Chig'anoqda ham ko'p xudo xolasa. Xudo xolasa bosib oldi. Klass qancha ekan bu bosib oldi? 4000. 4000 so'm. Bozor qancha qilyapti? 2600 qildilar. 2600 2,5 so'm qilib, yo 100 so'm qo'shib berdik. Gap yo'q. Telefon raqamingiz ko'pmi bundan? 94lik. 94lik 130 130 30 33 raqamlariga telefon qilaverasiz. Ismingiz? Abduvohid. Abduvohid Dehqon akamizga telefon qilsalaring, bosib oldi qovuni keraklarga. Ta'mini biladiganlar bemalol kommentariyaga yozib ketaverasizlar. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli akalar. Ajnab gapirganda tiniq gapiradi odam bo'lsa mazza-da. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizimiz yashang. Pullar kiyardim mana. Gap yo'q. Nech pul aka? Pullar rahmat aytib. O, akalar, qovun nech pul? 2,5 deyapti, 19 so'rayapti. 2,5 deyilyapti, 19 so'ralyapti ekan. O, juda ham mirjalim yerga urilyapti ekan. Bozorlaringni bersin. Xo'p. Ketdik. Hurmatli akalar. Xo'p, yana bu yerda ham qovunning zo'ri bor ekan. Assalomu alaykum. Yirik. Charchamayapsiz. Nech pul aka? 2000 so'm kam. Qo'lingizni olib qo'ying. 2000 so'm kami bor. Bozor arzonlab kelyapti, baqa qarab.
2000 so'm kam bor. 2 million kam bor. Ha, shunday deng-da. Do'nga, Do'ngiga 2 million so'm kam bor ekan. 2000 so'm kam bor kilogrammga deb miya savdoda adashib qoldik. miya endi nagruska qilib turuvdi. 2 million. Qov tushib ketdimi deb. 2 million so'm kam bor. Bozorlaringni bersin. Xo'p, hurmatli akalar. 13-daqiqasi. Aytingdanga. Bozornikisi bo'lmaydi aka. Aytingdanga. Necha pulga berasiz? Ayting. Bozornikisi bo'lmaydi aka. Ayting, necha pulga berasiz? Aytmayman aka. 2,5 mingdan tortib oling yana. Do'ngini gapiring, necha pulga berasiz? Aka, unaqa bo'lmaydi. Necha pulga berasiz? Ayting. Bozori qattiq ketyapti. Hurmatli akalar. Men ham chiqsak, olib sotolmoqqa boshlayveraymikin-a? Qovun sotsiz. Nima deysizlar? Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 1,5 million. Birinchi uzummi aka? Birinchi uzum. O'zi qovunning farqi borib qoldi. Birinchi uzum, ikkinchi uzum. 1,5 million do'ngi. Xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Ko'pmi? Necha gektar ekkansiz? 1 gektar. Telefon raqamingiz? 94lik. 94lik 254 254 0270. 0270 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa. Birinchi uzum, ikkinchi uzumlari bundanda yirik va tiniq chiqadi, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p. Ismingiz? Ha? Araboy akamizga telefon qilaverasizlar. Xo'p, navbatdagilari. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanchamayapsiz? Nech pul ekan? 2,5 ming kam bor. 2,5 ming kami bor. Xudo xolasa. Ha, buni hidini zo'rligini. 2,5 ming kami bor. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor endi oz yetib keldi. Endi yetib keldi. Ha, oz endi oshib turibdi. Tushunarli. Juda ham zo'r. Tovarning upakovkani zo'r qilsa, sotib yaxshi bo'laveradi. Xudo xolasa. Bozoringizni bersin. Tamam. Biloluz. Xo'p, hurmatli akalar. Xudo xolasa, xullas bor-ku. Zo'r narsa aytaymi? Bozor boshidan syomkani boshladim, qaytib kelganimcha qovun tugab. Bozor o'sha qattiq yuraveribdi bugun. Nech pul ekan aeroport? Assalomu alaykum. Qanchamayapsizmi? 3,5 ming kami bor. Ozgina yo'l qo'yib, bozor qancha qilyapti? 3 qilyapti berganingiz yo'q. Juda zo'r. Xudo xolasa mana shunaqa qovunlarni 3700, 3,5 mingdan yuklashyapti. Ha. Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Asta sekilli mana. Xo'p, kimdan ekan bu aeroport? Baho qilyapti. Sendanmi? Ha? Rahmat ediyor. Yaxshimisan? Hamshira. Jumsiz, qanchamayapsizmi? Nech pul aytyapti? Elmurod 300 so'mdan bermayapti. 300 dan berilmayapti ekan. Kecha klient borlik qildim. Gap yo'q. Elmurod, ayog'ini tortib o'doqganman mana. Mana pazar bo'lib ketadi. Hurmatli akalar, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bugun bozor bangildadi bugun, Xudo xolasa. Xudo xolasa yuribdi bozor. Alloh rozi bo'lsin, hammadan o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yinglar. Xo'p, shuncha vaqt sarflab chiqyapmiz. Sizlar ham like bosib, kommentariyaga fikr qoldirib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring juda ham zo'r bo'lardi. Gap yo'q hammaga. Rahmat hammaga.